Hammaga salom do'stlar. Bundan 2 hafta oldin Godzilla va Kongning yangi filmining tizeri chiqdi va yangi filmning nomi ham e'lon qilindi. Chiqqan vaqtidayoq tahlil qilmaganim uchun uzr so'rayman. Yangi filmning nomi Godzilla va Kong Supernova, ya'ni supernova so'zi yulduz portlashi degan ma'noni anglatadi. Bu nomdan so'ng kinoning koinot bilan bog'liq ekanligi aniq deb o'ylashingiz mumkin, lekin xulosa qilishga erta. Xo'sh, bu filmning tizeri Godzilla va Kong yangi imperiya filmining birinchi tizeridan butkul boshqacha. U tizerda bizga filmning asosiy yovuzi kim ekanligi yaqqol ko'rsatilgan edi. Bunda esa bizga film ijodkorlari yovuzni o'zingiz toping deb ko'pgina jumboqlar tashlab ketishdi. Tizer monarx markazi bilan ochiladi. Hammaning kuni odatdagidek davom etmoqda va ekranda bir nechta nuqtalar paydo bo'ladi. Balki bu yangi titan paydo bo'lgan joylarni bildirishi mumkin. Eshitiladigan birinchi narsa telefon jiringlashi. Demak, yangi maxluq paydo bo'lganida odamlar bu jamoaga telefon qilib ogohlantirishadi. Boshqa ekranda esa Rio de Janeiro shahridagi talofatlar haqida ma'lumot aytilmoqda. Umid qilamanki, bunchalik katta vayronagarchiliklarni shunchaki unutib yuborishmaydi. U ham mayli, lekin minglab odamlarcha, ular shunchaki o'lib ketishdi. To'g'ridagi ekranda esa porlab turgan ko'k piramidalar, ular yangi imperiya filmidagi kristallarga o'xshaydi. Ular orqali EV xalqi tortishish kuchini boshqargan edi. Balki bu orqali portal ochilishi mumkindir, bilib bo'lmaydi-da. Film nomidagi supernova so'zi katta ehtimol bilan kosmik Godzillaga belgi qilyapti. Hattoki supernova so'zini aylantirsangiz, so'z boshidagi S va oxiridagi A harfi kosmik Godzillaning yelkasidagi kristallarga belgi ekanligini ko'rishingiz mumkin. Buning orqasida esa yulduz porlagan va o'rtaga e'tibor bersangiz, kosmik Godzillaning peshonasidagi belgiga o'xshab ketadi. Yana filmning suratga olish ishlaridan suratlar tarqaldi. Bu suratda ushbu filmda general rolini o'ynayotgan aktyor Matthew Modine tasvirlangan. Uning yelkasida esa kosmik Godzillaning peshonasidagi belgi mavjud. Bu ham kosmik Godzillaga belgi. Stol ustiga qarasak, biz afsonaviy aktyor Sam Neill suratini ko'ramiz. Siz uni Yura Parki filmidagi Alan Grant roli bilan taniysiz. Uning yaqinda bu filmda rol o'ynashi tasdiqlangan edi. Bu esa meni juda xursand qildi. Biz allaqachon Caitlin Dever obrazidagi qahramon monarx xodimi bo'lishini eshitgan edik. Shuning uchun bu uning stoli bo'lishi mumkin va Sam Neill uning otasi. Yonidagi suratda esa onasi tasvirlangan. Umid qilamanki, Sam Neill filmda kamida 20 daqiqadan ko'p yashaydi. Bryan Cranston kabi emas. Ekranning boshqa burchagida esa Trapper, Bernaya Hayes, Helen Hampton va Rick Stanton J. Jorgensen bilan bog'lanish istagi borligini ko'rsatgan. Agar Jay kimligini bilmasangiz, u monarx maxfiy loyihasidagi agentlardan biri bo'lib, Tiamatga qo'riqchilik qilgan. Shuningdek, ekranda Sedona shtatidagi Arizona shahrida katta bir voqea sodir bo'layotgani ko'rsatiladi. Bu hududning faqat cho'l ekanligini hisobga olsak, bu joyning qanday ahamiyati bo'lishi mumkin? Albatta, Sitsilla Gidoraning ovozini eshitib bu joydan uyg'ongan edi. Shundan beri bu joyda hech qanday muhim narsa bo'lmagan, balki endi bo'lishi mumkin. Ekranda esa favqulodda ogohlantirish, odamlar monarx ishchilaridan yordam so'rashmoqda, chunki yangi maxluq paydo bo'ldi. Ammo bu qaysi titan bo'lishi mumkin? Chet ellik muxlislar ekrandagi kodni yetishga muvaffaq bo'lishibdi. Kodda bu joyni tomosha qiling degan jumla yashirin ekan. Bu hech qanday ma'no bermayaptimi? Ammo ingliz tilida bu jumla watch this space deb aytiladi. Ingliz tilida space so'zining ikkita ma'nosi bor. Birinchisi joy, ikkinchisi esa koinot. Juda ko'p belgilar filmning yangi yovuzi kosmik Godzilla bo'lishiga ishora qilyapti. Ammo koinotdan keluvchi dushman kosmik Godzilla bo'lmasligi ham mumkin. Eski yapon filmlarida Gaigan ismli o'zga sayyoralik maxluq ham bo'lgan. Agar tizerga e'tibor bersak, bir lahzaga biz Gaiganning yakka-yu yagona ko'zini ko'rgandek bo'lamiz. U kosmik Godzillachalik mashhur emas, ammo ko'pchilik yangi filmda uning qatnashishiga ishonishmoqda. Agar shaxsan mendan so'rasangiz, men Gaiganni ham kosmik Godzillani ham bir chetga surib, yangi yovuz odamlarning o'zi bo'ladi deyman. Men hammaga qarshi chiqishni yoqtiraman. Hamma kosmik Godzillaning qatnashishiga 100% ishonsa-da, men yana odamlar asosiy muammo bo'ladi deyman. Yoki men shunchaki Mechagodzillani sog'ingan bo'lishim mumkin. Teaser yakunida biz hozirda suratga olinmoqda degan yozuvni va Godzillaning afsonaviy ovozini eshitamiz. Lekin bu ovoz avvalgi filmdagiga o'xshamaydi. Balki bu filmning yangi ovozining ovozi bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lmasin, filmning asosiy markazida Godzilla bo'ladi. Chunki ancha vaqt Kong asosiy planda bo'lib qoldi. Endi navbat Godzillaga. Godzilla va Kong Supernova filmining rejissyori Grant Sputor. Film syujeti haqida hali hech qanday ma'lumot yo'q. Qanday yangilik bo'lsa ham mening Telegram kanalimga joylanadi. Kanal hovlasi video ostida obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videodan savolingiz bo'lsa, kommentga yozishingiz mumkin. Albatta o'qib chiqamiz. Albatta videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.